islomiy mazominda o'qigan, onasi ham hoji, oxirin lahzaga majbur qoldim dediki, men islomdan chiqdim dedi. Shu gapni aytdi, badanim basta larza ekan. Ozodiy bir kishvar, istiqloli bir kishvar, amniyati bir kishvar, oromishi bir kishvarda agar bizlar hifz qilamiz desak, birinchi mas'uliyat nizomdorlarimizdan shuru, ulamolarimizdan shuru, hamma va hamma biz bir amalda anjom bermalinki jamiyat nifrat qilgidi desa va bizlarda tarbiya topgan javonlarimiz kishvari kufriga qarab ketib va dindan murtad bo'lib alayozi bilan chiqib ketdi. Bir inoga biz menga payom qo'ygan, uzr tilayman avval u kishidan. Men Kishvaroy Urufoyiga birtasiga fanohandalik arizasini yo taqozosini qildim deydi. Meni fanohandaligimni rad qildi bu. Vakilim ba'daziki borib mahkamaga o'sha Kishvaroy Urufoyi bilan gapirishgandan sonra menga keldi, dediki, "O'bar faloni, seni kising zaifdi, qaviy emasdi. Lihozo men mahkama bilan gapirishdim, bir yo'ling bor, boshqa yo'ling yo'q." Men aytdim, dediki, "Sohib, nima yo'lim bor?" Aytdiki, "Erta mahkamaga shu Kishvaroy Urufoyiga borsang, u yerga borib aytsangki, men islom dinidan chiqqanman. Boshqa hech yo'ling yo'q." Janob Hoji Mavlosi majbur qoldim dediki, men mahkamaga bordim. Avvalin ro'za oyini birinchi kuni tutilgan ro'zada. O'zi ham ro'za badahan, og'zim ham ro'zagada. Bordim mahkamaga, men aytdim, dediki, "Boshqa yo'li yo'qmi?" Aytdiki, "Hech yo'ling yo'q, bajuz aziki aytsanki berga va imzo qilsanki, islom dinidan men bezorman. Kofir mutlaqman. Masiriki tay qilib keldim, yo'llariki tay qilib keldim, yodimga tushdi." Men aytdim, dedi, "Ey faloni, 20 necha Kishvardan o'tib kelgansan. Masir yo'lga chandin bor marglarga barobar bo'lganman, o'limlarga. Oxir hech yo'lim yo'q." Dediki, "Janob Mavlosi, men kofir bo'ldim. Murtad bo'lib dindan chiqdim" dedi. O'zi ham og'zi bir ro'za, farzi ilohiy og'ziga musulmon farzandi, bizlar bilan yashagan, islom bilan yashagan, qulog'iga azoni Muhammadiy aytilgan, otaginasi qancha qiyinchilik bilan Qur'onni farzandim o'rgansin deb ketirib tarbiya diniy, tarbiya islomiy qilgan, to tahsilga 16 yilgacha ham islomiy mazominda o'qigan, onasi ham hoji, oxirin lahzaga majbur qoldim dediki, men islomdan chiqdim dedi. Sodiqona aytamanki, vaqtiki shu gapni aytdi, badanim basta larza ekan. Murtad bo'lmoq, dindan chiqmoq bir narsa oson emas, to zamoniki majbur bo'lmasa bir javonimiz. Xulosa, panohandalik o'sha Kishvaroy Urufoyiga men qabulan bo'lmadim va islom degan narsa gavharam qo'limdan ketdi. Har narsaki aysangiz, valloh billoki yegan nonlarim zahar, yotganga to'g'ri kelamanki, "Ey faloni, murtad bo'lgansan, sen musulmonlikdan chiqqansan. Agar ijozat bersangiz, qasam ba Alloh, o'zimni o'zim o'ldiraman" dedi. Bu inoga bizga avval aytdimki, "Ey koshki bu ishni qilmasang eding. Baxotiri dunyo uchun ne boyat bu ishni qilsang eding. Ikkinchi marhalaga ne tasmim o'zingni o'ldirishlikda olgin, ne qatl o'zingni olgin, balki Robbil olaminning darvozasi ochiq, va qalbing nima deydi deganda aytdi, ko'zimga yosh ediki zamoniki imzo qildim, dindan chiqdim, murtad bo'ldim." Ozodiy bir kishvar, istiqloli bir kishvar, amniyati bir kishvar, oromishi bir kishvarda agar bizlar hifz qilamiz desak, birinchi mas'uliyat nizomdorlarimizdan shuru, ulamolarimizdan shuru, hamma va hamma biz bir amalda anjom bermalinki jamiyat nifrat qilgidi desa va bizlarda tarbiya topgan javonlarimiz kishvari kufriga qarab ketib va dindan murtad bo'lib alayozi bilan chiqib ketsa.